Qani bir televizor ko'raylik, nima bo'lyapti ekan? Choy bilan qaynonasini zaharlagan gunohkor kelin. Oyijon, choy. Bor yo'qoling. Nima, choy bilan zaharlamoqchimidingiz, ha? Oyijon, hamma kelin bir xil emas-ku, kino bo'lsa. Kino ham hayotdan olinadi. Bar sari qiri, yo'qal. Boshqa kanalga qo'yaychi. Qaynona va kelinni siq-sovuq qilgan haromxo'r qo'shni. Voy, iflos qo'shni-ey. Kelin, to'xtang. Endi kelin, menda ham ayb yo'q. Hamma ham ana qo'shni nimadir qilgan ekanda. Endi xafa bo'lmas, kinolar ko'rmasdan bo'lib qolganlar. Mayli, biza ketdik. Bo'pti, boringlar, quyonchalar. Yangiz boshlabdi-yu, qani? Onasidan xotinini ustun ko'rgan noma'qul o'g'il. Ha, xotin quli. Bexaka. Sevishmay o'laring. Sen ishingni yo'qot. Siz oshxonani tilingiz bilan yalab chiqasiz, boshingizda turaman. Bolangiz. Bo'ladi. Ha, oshxonani tozalab bo'lib qoldim. Ho, mana zo'r bo'lyapti ekanda. Onasiga telefonda qaynonasini yomonlagan iflos kelin. Keling, kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan. Oyim bilan? Voy, oyingiz bilan meni yomonlayapsiz. Men beting qo'sin seni. Ana endi ham haydayman. Qaytib kelma. Kinolar o'zi hayotdan olinadi degani shu. Ol yig'ishtirib ol xotiningni.